ochiladi. Birinchi tug'uvchilarda mana shu ochilish davri 18 soatgacha bo'lishi mumkin. Qayta tug'uvchilarda qisqarib boriladi. Xo'p, har bitta payt ochilishiga 2 soatdan vaqt ketadi birinchi tug'uvchilarda. Endi nima uchun bu srokda demak erta tug'ruq paydo bo'ldi? Xuddi bachadon bo'ynini yetishmovchiligiga podozrение bor. Mana men bu shekilda hozir ko'rsatyapman. Shekilda ham rasmga oldinglar, bachadon bo'ynini holati yaxshi emas. Buni ko'rganimizda mana shunaqa nuqtacha teshikcha bo'lib ko'rinib turadi, tabiiy teshigi. Tug'ruq vaqtida sekin-sekin ham ochilishi uchun bu silindrik mushak bo'ladi. O'shaning uchun sekin-sekin ham ochiladi. Bunda qanaqa holat? Bachadon bo'yni ochiq turibdi. Servikalniy kanal yopiq, chunki hali agar servikalniy kanal ochiq bo'ladigan bo'lsa, ichkaridan ochilib ketsa suv ketib qoladi, yana xuddi shunaqa tug'ruq paydo bo'ladi. Sheykaning yetishmovchiligi deymiz o'ziga. Endi sochimizni zapolka bilan yig'sak, qanaqa to'sib turadi bu yoqda o'sha. Bu ham xuddi shunaqa. Pisalik qo'yiladi mana shu joyga. Pisalik qo'yiladi va basseynning rejim ugrozli holatlarini davolab turamiz. Xo'p, men shunga podozrение qildim.